18 bab. İsraillar bütün zeminlarni boysundurgandan keyin butkul xalq Shilo shahriga yig'ilib uchrashish chediri tikdi. İsraillarning yana 7 qabilasiga texi zemin taqsim qilib berilmagan edi. Yoshova İsraillarga mundaq dedi: Parvardigor, sizlarning ajdodlaringlar e'tiqod qilgan Xudo sizlarga bergan zeminlarni qachongacha egilamay tursizlar? Sizlar hozirlar har bir qabiladan 3 odam tanlanglar. Men ularni shu zeminlarni charlashga avatman. Ular o'z qabilalarining faslalarini bekitib, xaritasini sizib, mening yenimga qaytib kelsin. Bu zeminlar 7 parchaga bo'linsin. Janubdagi zeminlar Yahuda qabilasiga, shimoldagi zeminlar Yusufning avlodlariga qoldirilsin. Sizlar bu 7 parcha zeminning xaritasini sizib chiqib, mening yenimga elib kelinglar. Ondan men bu zeminlarni Parvardigorimiz Xudoning oldida sizlar uchun chak tashlab, har bir qabilaga taqsim qilib beraman. Lekin Lavi qabilasiga hech qanday zemin taqsim qilib berilmaydi. Chunki ularning zemini, ya'ni nisibsi Parvardigorning ruhoniysi bo'lishdir. Gad qabilasi, Ruben qabilasi va Manasse qabilasining sharqiy yerimi o'zlariga tava zeminga ega bo'lib bo'lgan. Ularga bu zeminni Parvardigorning qismatkori Musa payg'ambar Yordan daryosining sharqiy qirg'idan bergan. Charlug'uchilar menish oldida Yoshua ularga yana topilib: Sizlar bütün zeminlarni charlab, xaritasini sizib kelinglar. Sizlar qaytib kelgandan keyin men Shiloda Parvardigorning oldida sizlar uchun chak tashlayman. Charlug'uchilar bütün zeminni charlab, uni 7 parchaga bo'lib, har bir parchadagi shaharlarni tizimlab chiqdi. Ular qaytib kelib, Shilodagi qarorgohda Yoshua bilan ko'rishdi. Yoshua Parvardigorning oldida bu zeminlarni har qaysi qabilalarga taqsim qilib berish uchun chak tashildi. Birinchi chak Benyamin qabilasiga chiqdi. Ularga jamoatlari bo'yicha taqsim qilib berilgan zemin Yahuda bilan Yusuf qabilasining zemini o'rtasida edi. Bu zeminning shimoliy fasili Yordan daryosidan boshlanib, Yerixa shahrining shimolidan yuqorilab, g'arbga burilib, tog'liq rayonga kirib, ondan Baytavan cho'likiga bordi. Bu yerdan Luz, ya'ni Baytal shahriga tutishib, ostin Baytxoron shahrining janubidagi Edirliqqa joylashgan Atrot Addar shahriga tutishidi. Bu yerdan yana janubga burilib, Baytxoron shahrining udulidagi Edirliqning g'arbiy qirg'ini bo'ylab Yahuda qabilasiga tava bo'lgan Qiryat Baal, ya'ni Qirat yarim shahrida oxirlashidi. Bu ularning g'arbiy faslidir. Janubiy fasli bo'lsa, Qirat yarim shahrining g'arbidan boshlanib, Naftofaq buloqlariga tutishidi. Keyin yana Rafaqlar jilg'isining shimol tarafidagi va Ben-Hinnom jilg'isi yenidagi Edirliqdan tövanga qarab, Hinnom jilg'isini bo'ylab, Yibuslar shahrining janubidagi Edirliqdan o'tib, Rogel buluqiga bordi. Bu fasl yana u yerdan shimolga qayrilib, Yenshamashqa berib, Adomim davinining qarshisidagi Gililotga tutishidi. Keyin Rubenning o'g'li Bohanning nomi bilan atalgan Toshqicha berib, u yerdan yana Araba rayonining uddulidagi Edirliqning shimolini bo'ylab o'tib, Araba rayoniga tutishidi. U yerdan Baytxoglarning shimoliy tarafiga tutishib, Tuz dengizining shimoliy qirg'idagi Yordan daryosining janubidagi quyilish eg'izida oxirlashidi. Bu ularning janubiy faslidir. Yordan daryosi bo'lsa, ularning sharqiy fasli edi. Mana bu 4 tarafi chegaralangan zeminlar Benyamin qabilasiga
cəmiyyətlər boyunca təqsim qilib berilgan zeminlardır. Benyamin qabilasiga berilgan shaharlar Erixa, Beyt Hogla, Emek Qiziz, Beyt Araba, Zimarayim, Beytel, Avvim, Parah, Ofrah, Kifar Ammona, Ofni, Geba qatarlıq 12 şəhər olub, ətrafdakı yezlamu bularning ichida. Yana Gibon, Ramah, Ba'arot, Mispah, Kifira, Mozah, Raqam, İrpiel, Tarala, Zela, Hohalef, Yubus, yani Yerusalim, Gibah, Kiryat qatarlıq 14 şəhər olub, ətrafdakı yezlamu bularning ichida. Mana bular Benyamin qabilasiga cəmiyyətlər boyunca təqsim qilib berilgan zeminlardır.